Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisiz? Bugun siz bilan ajoyib bo'lgan tajribam bilan bo'lishmoqchiman, chunki a, kam pul topadigan, qanaqa qilib pul topishni bilmaydigan insondan birdaniga daromadim 10 karra o'sishiga sabab bo'lgan shunaqa kerakli bilimlar, ajoyib tajribam bilan bo'lishaman. Inshaalloh mana shu bilimlarni olgandan keyin sizni ham hayotingizda moliyaviy o'sish bo'lishiga ishonaman. Bu videoni albatta oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz kerak. Sababi avvalgi kanalimda qo'ygan videolarimdan har doim mana shunaqa odzivlar keladi. Ya'ni yaxshiyam sizni videoyingiz menga uchrab qoldi. Mani hayotim o'zgardi deb yozishadi. Balkim Allohim sababchi qilgandir. Shuning uchun mana shunday imkoniyatni qo'ldan boy bermasligingizni tavsiya qilaman. Men sizga bugun o'zimni shunaqa bilimlarim bilan bo'lishmoqchimanki, ya'ni inson faqat pul topish uchun marketing, biznes, faqat mana shu iqtisodiyot tarafdan, ya'ni do'konimni qayerga qo'ysam yaxshiroq daromad keltiradi, qaysi sohaga kirsam yaxshiroq daromad topaman emas, yana boshqa siz anglashingiz kerak bo'lgan bilimlar borligi haqida gapirmoqchiman. Chunki men o'zim ham biznes kurslarida, marketing kurslarida o'qib yetarlicha bilim olganman bu yo'nalishlarda ham, lekin shuncha bilimim bo'lsa ham nimaga yetarlicha daromad qilmayapman deb hayron qolardim va bir kun shuni angladimki, biza faqat marketingdagi bilimlarimiz emas, balkim bizani anglashlarimiz, bizni ichki holatimiz bizni daromadimizga juda ham katta ta'sir qilar ekan. Masalan, olaylik, ikkita inson va ular bitta joyda do'kon ochishdi. Yoshlari ham bir xil, do'konga klient jalb qilish uchun bir xil narsalardan foydalanishyapti. Nimaga ularni daromadi ikki xil? Nimaga bittasida klient oqib kelyapti, bittasida yo'q? O'zingiz hayotingizda bunaqa tajribalarni juda ham ko'p ko'rgandirsiz. Masalan, ayni o'rtog'ingiz shu sohada ketdi, men ham shunday qilib ko'raman, menda ham yaxshi o'sish bo'lishi mumkin moliyaviy deb o'sha sohaga kirganingizda sizda 0, lekin sizni o'rtog'ingizda juda ham katta o'sishni ko'rib hayron qolgandirsiz. Qanaqasiga? Hamma narsani men bitta qildim, lekin nimaga pul yo'q, nimaga natija yo'q degan savollaringizga bugun inshaalloh javob olasiz. Men har doim bu hayot o'yin. Xuddiki siz mana shu yer yuziga tushdingiz, lekin bitta katta o'yinda o'ynayapsiz va bu o'yinda tajribalar orttirishingiz kerak va qaysidir bosqichlardan o'tib, ana shunda rivojlanishingiz mumkin bo'ladi. Va sizni daromadingiz hozir yaxshi emasligi bu o'yinni shartlarini to'g'ri bajarmayotganingizni ko'rsatishi mumkin. Agar ayni pul tarafdan oladigan bo'lsak, o'zing muhtoj bo'lgan narsani boshqalarga ber degan qoidaga amal qilishni boshlashingiz kerak. Ya'ni siz hayotingizda hozir nimaga muhtoj bo'lib turmang, nafaqat bu pul, balki munosabat, balki boshqa muhabbat, balkim bilmadim, kim nimaga muhtoj, hozir nimaga muhtojsiz? Ana shu narsani siz berishingiz kerak. Bu o'yinning birinchi sharti, ya'ni o'zing muhtoj bo'lgan narsani boshqa insonga bera olish, bu Allohning juda ham bir chiroyli tekshiruvi deb o'ylayman men. Chunki o'zimiz muhtoj bo'lib turib, qanday boshqalarga bu narsani berishimiz mumkin? Men muhtojman-ku deb o'ylaymiz. Lekin aslida bu dunyoni shartlari, o'yinlari siz o'ylagandaqa emas. Umuman boshqacha ishlar ekan. Ayni mana shu shart bilan siz qanchalik bag'ringiz keng, siz muhtoj bo'lgan narsangizni ham bera olish qobiliyatiga ega ekanligida tekshirilasiz va ana shu narsani kichik bo'lsa ham berishni boshlaganingizda shunaqa katta daromadda o'sish bo'ladi. Prosta o'zingiz muhtoj bo'lgan narsani kichik qismini bo'lsa ham boshqalarga berishni boshlang. 3 oy davomida berib, keyin mana hozir daromadingizni yozing A tochka, keyin B tochkangizni tekshirasizda, yoqalaringizni ushlab qolasiz. Nahotki shu narsa shunchalik katta rol o'ynagan ekan. Mani biznes haqida olgan bilimlarim, marketing haqida olgan bilimlarim qayerga ketdi? Ha, ular ham rol o'ynaydi qisman.
Lekin siz o'ylamang, men marketingni o'rganib, men biznesni o'rganib, butun pulni ichida qolib ketaman. Yo'q, siz o'tishingiz kerak bo'lgan boshqa qoidalar ham bor. Daromadingizda katta o'sish bo'lib, pullar oqib kelishi boshlashidan oldin siz ikkinchi tekshiruvdan o'tasiz. Bu tekshiruv sizga savol beraman. Hozir o'tiringda, umuman ko'zingizni oldingizga keltiring, qarindoshlarmi, qo'shnilarmi, hamkasblarmi, umuman kim bo'lishidan qat'iy nazar kimni o'sishini xohlamaysiz? Kimda, mana shu dunyoda qaysi insonda rivoj bo'lishini xohlamaysiz? Agar ichingizda mana shu insonda rivoj bo'lishini xohlamayman, shuni ishi yaxshi bo'lsa, rivoj bo'lsa, g'ashim keladi, ko'nglim g'ash bo'ladi, shu narsani xohlamayman desangiz, demak siz kattagina pullaringizni to'sib turibsiz. Mumkin emas bu dunyoda hech kimga, ayniqsa o'sha insonlarning rivojiga g'ashlik kelishi. Demak, hozir siz mana shu shart orqali mana shu qalbingizdagi g'ashlikni olib tashlashni o'rganishingiz kerak. Mana hozir prosta turib, bo'ldi bugundan hech qaysi insonlarni rivojiga, o'sishi uchun meni qalbim g'ashlanmaydi. Qaytamga o'sha insonlarga duo qilib haqqiga zo'r o'sib ketishini tilasangiz, bu sizni 2 karra o'stirib berish uchun xizmat qiladi. Masalan, siz aytishingiz mumkin, o'sha meni g'ashim keladigan inson menga juda ham qattiq gapirgan, haqoratli gaplarni gapirgan, ko'nglimni og'ritgan, shuning uchun endi unda yaxshilik bo'lsa meni g'ashim kelyapti deb siz shu ong bilan, siz shunaqa fikrlar bilan qarashingiz mumkin vaziyatga. Lekin Alloh bu vaziyatga bir xil qaraydi. Masalan, u hozir sizni g'ashingizni keltirgan bo'lsa, siz qayerdadir kimnidir boshqa insonni g'ashini keltirgandirsiz, boshqa biror xato qilgandirsiz. Agar xatolaringiz bir xil bo'lib turib, Alloh oldida teng bo'lsangiz-da, siz bu insonning rivojidan g'ashlanib turgan bo'lsangiz, bu degani siz o'zingizni rivojingizga qo'ymayapsiz, o'zingizni o'sishingizga qo'ymayapsiz. Ana shu g'ashlikni to'xtatishingiz bilan hamma narsa normaga, balansga keladi-da, sizda yana o'sish boshlanadi. Sizni nafaqat moliyaviy tarafdan, balki hayotingizda siz xohlab turgan boshqa sohalarda ham juda ham yaxshi o'sishlar bo'lishi mumkin. Balkim siz hozir turib qaysidir hayotdagi bu o'yinni shartlarini anglamayotgandirsiz. Men nimadan o'tishim kerak? Mana shunaqa voqea bo'ldi. Mana shu voqeadan nimani anglashim kerak? Nimani o'zgartirishim kerak ichkarida? Deb savollar paydo bo'lgan bo'lsa, men sizni albatta ongni muvaffaqiyatga programmalashtirish kursimga taklif qilaman. Chunki bu kursda mana shunday hayotimizda uchraydigan o'yin shartlaridan qanday qilib oson o'tib olish mumkin, o'zi qanaqa shartlar uchraydi, ularni qanday bartaraf qilish mumkin, shular haqida to'liq o'rganasiz. Keyin ongni haqiqatdan muvaffaqiyatga programmalashtirish uchun unga qanday dasturlar o'rnatish kerak, endi qanaqa fikrlashni boshlashim kerak, mana shu narsalarni o'rganasiz. Niyatlariga oson erishish uchun ichki holatni o'zgartirish, ichingizda qanaqa holatda turish haqida bilimlar, jonli efirlar, praktikalar, darslar beriladi. Ongni muvaffaqiyatga programmalashtirish kursidan odzivlarni mana shu yerda qoldiraman va oyning oxirida bu kursga qabul yopilishi haqida eslatib qo'ymoqchiman. Endi davom etamiz. Nima uchun hozir menda pul yo'q? Savolingizga javob bermoqchiman. Buning uchun menga ikkita savolga javob bering. Pul yaxshimi yoki yomonmi? Boy bo'lish yaxshimi yoki yomonmi? Agar bu savolga yo'q deb javob kelgan bo'lsa, shuning uchun sizda pul yo'q. Nima uchun? Men pulni prosta tak yomon deb o'ylayman. Chunki u har xil yomonliklar keltiradi, otani boladan ayiradi, opani ukadan ayiradi. Pul bo'lsa odamlar dimog'dor bo'lib ketadi, boshqalarni mensimay ketadi. Shuning uchun pulni yomon deb o'ylayman. Lekin u menda bo'lishi kerak-ku. Menda xarajatlarim uchun pul yetmayapti. Mana shundan bezovta bo'lyapman deyayotgan bo'lsangiz, miya bizani ongimizni asosiy birinchi o'rindagi vazifasi sizni himoya qilish. Siz ichingizda aytib turibsiz, puli bo'lish yomon, puli ko'p bo'lsa yomon, boy bo'lish yomon deb turgan bo'lsangiz, miya avtomatik tarzda bu yomon narsa ekan deb sizni himoya qilishga o'tadi. Siz pul ishlash uchun qanaqadir rejalar qo'ysangiz, o'z-o'zidan o'sha tarafga qadam bosishga erinib ketaverasiz, chunki
Miya mana shunaqa qilib sizni boshqarishi, o'sha tarafga qarab qadam bosishingizga qo'ymaydi, qarshi bo'ladi. Chunki miya pul yomon emas. Yomon degani xavfli degani. Demak, pul bu xavfli deb o'ylaydi. Bizani miyamizga, ongimizga esa bolaligimizdan ertaklar, multiklar, filmlar, umuman kichkinaligimizdan 3 yoshimizdan to 30, 40, 50 yoshga kirgunimizcha pul yomon, boylik yomon deb qayta uqtirilib kelgan. Istalgan mana ertak, masalan, o'sha tarvuz haqidagi ertakni eslaymiz hammamiz. Kambag'al odam yer chopayotganda laylakni ko'rib qoladi, uni qanotini tuzatadi. Laylak 3 ta tarvuz danagini tashib ketadi, uni ichidan tarvuz o'sib tilla chiqadi. Keyin boy odam uni ko'rib, boy yomon qilib ko'rsatilyapti. Nimaga boshqa rolga qo'yilmagan? Boy inson atayin borib laylakni urib, keyin laylak unga yamdonak tashib ketadi, uni ichidan esa arri chiqadi. O'sha arri boyni quvalab ko'ryapsizmi? Bizni ongimizga qanaqa qilib boy bo'lish yomonligi kichkinaligimizdan singdirilgan. Juda ko'p filmlarni oling, mana bu indiyskiy filmlar juda ham biz yoshligimizda tomosha qilardik, ko'rardik. Boshqa ko'rishga o'zi manba ham yo'q edi. Bitta shu narsani ko'rardik va hammasida boy yomon, kambag'al yaxshi. Hamma joyda mana shu informatsiya, mana shu ma'lumot bizga singdirilgan va miya buni haqiqat deb qabul qilgan. Hozir men sizni tekshirib ko'raman. Hozir turingda, prosta men boyman deb ayting. Men boyman deb aytganingizda, sirazu bir qanaqadir o'zingizni yomon, aybdordek his qilishni boshlaysiz. Tekshirib ko'ring va kommentlarda fikringizni yozsangiz juda ham qiziq bo'lardi. Men boyman deganingizda haqiqatdan g'alati bo'lasiz. Demak, siz kambag'al bo'lishga dasturlangansiz. Tushunyapsizmi? Buni prosta o'sha fikrlarni, o'sha miyadagi dasturni almashtirish kerak, o'zgartirish kerak. Qanaqa qilib bu kambag'allik dasturlarini olib tashlab, normalniy daromad qiladigan insonni dasturlariga o'tishi men oyna muvaffaqiyatga dasturlash kursida to'liq o'rgataman. Miyadagi men bu qanaqa dastur bor, uni qanday olib tashlash kerak va qanaqa fikrlaringda o'rnatish kerak. Men shularni hammasini biz to'liq gaplashamiz va oyna muvaffaqiyatga dasturlash kursiga kirish uchun mana shu yerda Telegram kanalimni qoldiraman. Telegram kanalimga ulanib, siz bemalol men bilan bog'lanib kurslarga qo'shilib olsangiz bo'ladi. Endi pul yomon degan fikrlarni xayoldan chiqarib tashlash uchun pul qanaqa yaxshiliklar keltirishini anglatishingiz kerak o'zingizga qayta. Pul bo'lsa men onamni umraga jo'nata olaman. Pul bo'lsa qaysidir qiynalgan qarindoshimga yordam bera olaman. Pul bo'lsa ko'priklar qildiraman. Pul bo'lsa masjid qurdiraman. Pul bo'lsa maktablar qurdiraman. Pul bo'lsa yo'llar qildiraman. Pul bo'lsa sog'lom ovqatlanaman. Pul bo'lsa farzandlarimni sog'lomroq, yaxshiroq tarbiya berishimni imkoniyatlari ko'payadi. Mana imkoniyatlar ko'p bo'ladi deb qarashi, uni hamma yaxshi taraflarini qayta o'zingizga eslatib turishingiz kerak. Toki mana bu pul yomon deb o'rnatilgan ustanovkalarda siz qo'yayotgan shartlar balandroq bo'lishi kerak va shunda miya ikkita fikr berilganda qaysi birini tanlash kerak bo'lsa, qaysi biri foydaliroq bo'lsa, qaysi biri xavfsizroq bo'lsa, o'shani tanlaydi va mana bu eski dasturlarni shunda olib tashlash osonroq bo'ladi. Agar siz masalan internetdami yoki umuman bozorlardami pul topishga, nimadir sotishga harakat qilayotgan insonni ko'rsangizda, o'sha insonni ko'rib jahlingiz chiqsa, buni maqsadi pul, bu pul topmoqchi, bu menga sotmoqchi deb yomon fikrda bo'lsangiz, demak siz o'zingiz ham sota olmaysiz, daromad qila olmaysiz. Aslida oldi berdi, qaysidir narsani nimagadir almashish bu prosta mana shu dunyo shu shart bilan ishlaydi. Ya'ni men pulni yaxshi ko'rmayman, menga pul kerak emas deb hisoblash bu bir детский pozitsiya hisoblanadi. Aslida biz hammamiz pul topishimiz kerak va pul topishga harakat qilish, puli ko'p bo'lishini xohlash bu normal va ko'pincha olib qaraganda juda yaxshi narsa. Agar sizni ichingizda to'g'ri normal maqsad bo'lsa va pul topishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, buni hech qanaqa yomon joyi yo'q. Faqat bitta no tarafi bor. Siz pulni
o'zingizdan yoki yaratgandan, Allohdan yuqoriga qo'yib yuborsangiz, mana shu narsa mumkin emas. Aslida hamma mutaxassislar hamma tushuntirishga harakat qiladi. Kimlardir chiqib pul yomon, pul yomon, pul yomon deydi. Kimlardir chiqib pul yaxshi, pul yaxshi, pul yaxshi deydi. Siz ba'zan ikkilanib qolasiz, qaysi birini tanlashim kerak? Ko'pincha pul juda ham bir shaytoniy, noto'g'ri narsa deb tushuntirishadi. Yo'q. Pul hammaga bazaviy kerak. Agar siz yo'q, pul kerak emas desangiz, siz bir noadekvat insonsiz. Qarang. Bu hayotingizda umuman suv ichishingizdan tortib, yashash, turish, o'tirish, hatto ovqat pishirish uchun qozon olishingiz kerak, yog' olishingiz kerak, gazga pul to'lashingiz kerak. Xullas, hamma narsa bu dunyoda pul bilan almashinadi-da va bekorga Alloh mana shu dunyoni shunday yaratmagan. Buni o'zini sababi bor. Mana shu pulni darajasi ham o'sha insonlarni harakat qilishi uchun, evolyutsiya uchun mo'ljallangan xuddi. Bunday olib qarasangiz, hammasi yaratganning planida. Ehtiyoj va xohishlarini qoplash uchun shuni bir instrument qilib qo'ygani bu hammamizga ma'lum. Chunki mana umuman pulni olib tashlasangiz, xuddiki hayotingizdan yo suv yo bir havoni olib tashlagandek bo'lasizda, lekin shunchalik muhim, kerak bo'lgan narsani yo'q, pul topish uchun biz harakat qilmasligimiz kerak. Pul topishga harakat qilish mumkin emas, pul yomon narsa degan fikrlar va shunaqa narsani targ'ib qilayotgan insonlarni fikriga men qo'shilmayman. Ba'zi bir insonlar bor, haqiqatdan pulni chiriz-chur shunaqa katta qo'yib yuboradi, shunaqa ilohiylashtirib yuboradi. Bo'ldi, mana hamma narsamni faqat pul hal qilar ekan degan fikrgina noto'g'ri. Faqat mana shunaqa bosqichga o'tib ketmasligingiz kerak siz. Ya'ni pul topish, buni topishga harakat qilish normal. Lekin pulni ilohiylashtirib yuborish, o'zingizdan va yaratgandan yuqori qo'yib yuborish, mana shu narsa xato faqat. Tushunyapsizmi? Endi tushundingizmi? Endi ajratib oldingizmi? Aslida pul topish norma va yaxshi va kerak va harakat qilishimiz kerak bo'lgan narsa. Agar pul topish va pul topishga harakat qilish yaxshi narsa bo'lmaganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ishni qilmagan bo'lardilar. Ya'ni ular o'sha ma'lum bir narsani olib borib, tijorat bilan shug'ullanganlar, boshqa joyda borib shu narsani sotib pul olib kelganlar. O'sha ba'zi hadislarda men hozir aniq eslolmayman, bilganlar kommentda yozsin. Ya'ni o'sha Rasululloh borib savdolarini shunchalik yaxshi bo'lgan 10 karra oshirib kela olganlar. O'sha qaysidir savdolaridan nimadir qilganlaridan keyin men xullas eslolmayman, lekin mana shu jumla hozir birdan hayolimga keldi. Ya'ni oshirib kela olganlar va harakat qilgan, hamma harakat qilgan, borib o'shani sotib, o'shani olib kelib va bu norma, buni yomon. Mana nimaga masalan Rasululloh shu tijorat bilan shug'ullanganlarini biza yomon deb qaramaymiz. Bu norma. Lekin hayotimizda kimdir pul topishga harakat qilib, tijorat qilsa, ichida qo'rqamiz. Voy, men pul uchun harakat qilyapmanmi? Pulmi meni hayotimni mazmuni, maqsadi deb. Yo'q, bu pul prosta mana shu narsaga harakat qilishimiz qaysidir ehtiyojlar, qaysidir xohishlardan kelib chiqib, Alloh atayin bu dunyoni shunaqa yaratib qo'ygan. Tushunyapsizmi? Ya'ni agar bizda ehtiyoj va xohishlar bo'lmaganda, balkim rivoj, o'sish, mana shu intilish, mana shu движение, mana bu harakat bo'lmasdi. Shuning uchun o'zingizga uqtiring bundan keyin pul topish yomon emas. Keling, mana shu mavzuni davomini Telegram kanalimga qoldiraman. O'sha Telegram kanaliga qo'shilib olasiz va ongni pul topishga dasturlash, mana bu eski pul yomon, boy bo'lish yomon degan narsalarni olib tashlash uchun qanaqa qilib o'zimizni dasturlashimiz kerak, nimalarni o'rganishimiz kerak.
Mana shu videoni o'sha yerda davom ettiramiz. Bu videodan esa o'ylaymanki siz tushundingiz. Ya'ni daromad qilish uchun faqat moliyaviy bilimlar, faqat sifralar, faqat raqamlarni bilishingiz kerak emas. Yaxshi daromad qilish uchun ichki holatingizni o'zgartirishingiz kerak. Qaysidir voqealar, qaysidir vaziyatlar bo'lganda to'g'ri qaror chiqara olish, ya'ni yaratgan, xohlagandaqa qaror chiqara olishni bilishingiz kerak. Mana shu videoda aytilgan qisqa maslahatlarga amal qilib ko'ring. Hozirgi va keyingi daromadlaringizni solishtirib, albatta kommentda yozishingizni kutib qolaman. Juda foydasi bo'ladi. Siz hayratlarga tushasiz. Mana shunaqa o'sish bo'ldi deb yozishingizni kutaman. Bu mavzuni esa Telegram kanalida davom ettiramiz. Yana ko'rishguncha siz bilan Feruza bo'ldi.